10 yildir kim bularni oyliklarini men ham, dadalari ham bilmayotgan ekanlar. AI'ning rivojlanishi shunaqa tez bo'lyaptiki, biz nafas olishga ulgurmayapmiz. 2030gacha уже xuddi odamdagi klonli AI mozg bilan уже bo'ladi. И AI odamdan намного aqlli bo'ladi. Yaqinda Tesla AKS keladi bu yoqqa. Toshkent taksichisini ham, Namangandan kelgan taksichini ham, Buxorodan, Samarqanddan kelgan taksichini ham hammasini bozordan chiqarib yuboradi. Shunga tayyormisizlar? Agar sun'iy intellekt hammani zamin qilib tashlasa, ishlarni olib tashlasa, odamlar nima qiladi? Juda ko'pchilik sohalarga ketadi. Shuncha ota-onalar bolasini IT mutaxassisi bo'lsin deb universitetga tiqyapti. Oldin ya'ni hard skills bo'lsa, xarakteringiz bezgak bo'lsa ham chidab berishadi hozir. Chunki boshqa tanlov yo'q. 1,5 mingdan ortiq ishlash ularga невыгодно o'sha nimalarga, xalqqa. Shuning uchun xalq kambag'al bo'lishni tanlayapti. Sizda nechta bola bo'ladi, xudo xolisa? Reja nima? Bomba podkastni syomkasini tugatdik. Assalomu alaykum do'stlar. Bilasizlar, meni ismim Ibrohim Quramov, bu Shukurullo Ibrohimov. Yo'q, bizlar qarindosh emaspizlar, lekin bunaqa qarindoshni bo'lishidan juda xursand bo'lardim agar bo'lsangiz qarindoshim. Hali ulamagansiz. Bizning oilada yaxshi qizlar bor. Shukurullo Beeline'da senior razработчик bo'lib ishlaydilar. Mana bir 10 yildir kim bularni oyliklarini men ham, dadalari ham bilmayotgan ekanlar. Bular bilan biz ko'p loyihalar ustida birga ishlaganmiz. ID universitetini ham ko'pgina IT talabalarini ustozlik qilgan, o'shalarga birinchi ITga o'sha qadam qo'yishga yordam bergan inson. Va bugungi bizni podkastimiz sizni talablaringizga ko'ra AI va AIning biznesga ta'siri, kelajakda biznesni, ta'limni qanday AI o'zgartirishi mumkin, shu temalarni siz bilan birgalikda bir ichiga kirishga harakat qilamiz. Shukurullo, ochiq, oydin, hech qanaqa qanaqadir politkorrektniksiz gapirishga undayman sizni. Chunki hozir AI dunyosi juda keskin o'zgaryapti. Men esimda bor, 3 oy oldin Miray klubida prezentatsiya qilayotganingizda endi aytayotgandingiz, mana robotlar yaqinda joriy qilinadi, o'zini o'zi haydaydigan mashinalar. Yaqinda deganingiz o'shanda 1-2 yil ichida deganingiz. Hozir 2-3 oy o'tdi, allaqachon siz aytgan ishlar allaqachon bo'lishni boshladi. Shuning uchun menga qiziq, qanchalik mana deylik 2030-yilgacha yana nimalar bo'lishini kutyapsiz? Va rostdan ham u 2030-yilda bo'ladimi yoki 1-2 yilda allaqachon bo'lib qoladimi? Ya'ni men nima demoqchiman? AIning rivojlanishi shunaqa tez bo'lyaptiki, biz nafas olishga ulgurmayapmiz. Rost gap, men o'zim odatda texnologiya dunyolaridagi yangiliklarni kuzatib boraman, lekin hozir oxirgi paytda ulgurmayapman. O'qishga ulgurmayapman. Qanaqa yangilik sodir bo'ldi? Yangilik juda ko'p va ko'p sohalarni o'z ichiga qamrab olgan. Shuning uchun menga qiziq, sizni o'zi kelajakka nazaringiz qanday? 2030-yilga AI nima qilgan bo'ladi? Qanday bir olamshumul narsalarni sodir qiladi? 2030da meni fikrimcha, men endi o'zimni fikrimni gapiraman, o'zimni bilimim doirasidan kelib chiqqan holda. O'shaning uchun bu to'g'ri bo'lishi bo'lmasligi ham mumkin. To'g'ri bo'ladi. Noto'g'ri bo'ladi. Noto'g'ri bo'ladi. 2030da meni fikrimcha, men ko'p o'rganib ana Elon Muskni ko'proq o'rganaman, chunki u aytgan narsalar ko'pincha to'g'ri chiqadi. Men ko'p o'qib postoyan kuzataman. 2030gacha уже xuddi odamdagi klonli AI mozg bilan уже bo'ladi. И AI odamdan намного aqlli bo'ladi. Bu haligacha bor shunaqa sporlar, AI odamdagi aqlli bo'la olmaydi, odam bari boshqacha degan narsalar bor. Lekin hozir уже juda ko'p sohalarda AI eng aqlli odamlardan ham ancha aqlli, no butun odam miyasidan ko'ra ancha kuchliroq bo'ladi уже. Men o'shanda 3 oy oldin aytganimda ham fantastika bo'lib ko'ringan narsalar уже 3 oydan keyin уже biz hayotda ko'ramiz o'sha narsalarni. Nega shunaqa bo'ldi? Men o'zim ham ozgina shok bo'ldim. Mana Elon Musk 1-iyuldan robot taksilarni zapus qilayotgan ekan. Bitta ikkita muammosi bor, lekin deyarli
bo'ldi уже bo'ladi. Hmm. Может, bir oy kech qolar, может, 2 oy kech qolar, lekin deyarli bu ish bo'ldi desak bo'ladi. Endi robotaksi nima degani? U taksistlar goodbye'mi nima degani bu? Robotaksi, конечно, To есть taksistlar Toshkent goodbye. taksistlari hozir sizlar vahima qilyapsizlar, urushyapsizlar bir-birlaringiz bilan, vodiydan mashinalar kelmasin, u yoq bu yoq. Yaqinda Tesla akangiz keladi bu yoqqa. Toshkent taksichisini ham, Namangandan kelgan taksichini ham, Buxorodan, Samarqanddan kelgan taksichini ham hammasini bozordan chiqarib yuboradi. Shunga tayyormisizlar? Shunaqa bo'ladimi o'zi? Nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonga mayli, biz bir qatorda yurmaymiz Amerika, Yevropalar bilan, lekin baribir bizga ham yetib kelyapti-yu. 1 yil, 2 yil orqada qolib. Mana shu gap kichrayapti. Oldin bir texnologiya, masalan, g'arbda zo'r televizorlar paydo bo'lganida, SSRda 10 yildan keyin paydo bo'lgan. O'zbekistonda deylik 5 yildan keyin paydo bo'lishni boshladi. Hozirgi zamona narsasi, masalan, Li Xiangni oxirgi 9-chisi chiqibdi, yangi versiyasi. Allaqachon Toshkentda bor. O'shaning uchun men o'ylayman, kelsa kerak, robotaksi ham kelsa kerak. Robotaksi kelganda taksichiga kerak bo'lmay qoladi. Ular nima qiladi? Zo'r, ajoyib savol. Men ham juda ko'p o'ylayman shu haqida. Agar sun'iy intellekt hammani zamin qilib tashlasa, ishlarni olib tashlasa, odamlar nima qiladi? Bu olib tashlashi aniq. O'zbekistonda ham, meni fikrimcha, yaqin 5 yil ichida уже 50% gacha olib tashlaydi. Istalgan sohadan avtomatlashtirish mumkin bo'lgan, istalgan sohadan olib tashlaydi 50%. Juda ko'pchilik sohalar ketadi. Meditsina bilmadim. No, mana buxgalteriya, operatorlar, разработчикlar, dizaynerlar. Ya'ni sizni o'zingizni sohangizda ham ichida ketadi. Жесткий убрать. Shuncha ota-onalar bolasini IT mutaxassisi bo'lsin deb universitetga tiqyapti. Oldin hamma neft gaz universitetiga nima qilardi, yuridическийga tiqardi. Endilikda IT universitetiga olib kelyapti-da ota-onalar bolasini kerak bo'lsa majburlab. Oyligi zo'r ekan, kelajagi zo'r ekan, chet elga borar ekan deb. Ya'ni bu ham xom orzuga aylanib qolyaptimi? Yo'q, bu konkurensiya ko'proq bo'ladi endi deb o'ylayman. Konkurensiya kuchliroq bo'ladi. Masalan, hozir dasturchi hard skill bo'lsa, bemalol ishga kiradi o'zimizda. Hard skill nima degani bu? Men endi hard skill hamma ham tushunmasligi mumkin. Ya'ni dasturlarni bilish, dastur tillarini bilish. Da, qo'lidan ish kelishi. Dasturchilikni yaxshi biladi, yaxshi dastur bajaradi. Yaxshi dastur yaratib bera oladi. U qanaqa siz bilan gaplashadi, siz qanaqa muomalasi, soft skilllar. Qanaqa общаться qiladi, siz bilan qanaqa gaplashadi, liderlik qobiliyatlari, qanchalik tushunadi topshiriqlaringizni, sizni tushunadimi yoki faqat proyekt menejeri tushunadimi? Mana shunaqa narsalarda soft skilllar. O'sha bo'lmasa ham hozir bemalol ishlasa bo'ladi-da. Hozir ham o'zimizda bemalol ko'p pul to'lab odamni ishga oladi hozir. Ya'ni hard skillingiz bo'lsa, xarakteringiz bezgak bo'lsa ham chidab berishadi hozir. Chunki boshqa tanlov yo'q. Ya'ni bilimingiz bo'lsa agar, har qanday kim bo'lsangiz ham sizga mayli xushomad qilib ishga olishadi, ishlatishadi. Agar lekin hard skilllarni AI, ya'ni sun'iy intellekt o'rnini bossa, soft skilli bor, hard skill o'rniga AI ni to'g'ri ishlata biladigan programmist ko'proq ish topa oladi. To'g'rimi? Ya'ni bizga mana o'rta hard skilli bor, lekin yaxshi soft skilli bor, AI ni ishlatishni biladigan programmist muhimroq faqat hard skillli kuchli programmistdan ko'ra. Chunki hard skill sun'iy intellekt 100% zamin qiladi. 100% prям zamin qiladi. Hard skillni biladigan, soft skillni bo'lmaydigan odam umuman kerak bo'lmaydi уже. Menga ko'p ota-onalar, ba'zida talabalarning o'zi ham savol javob qiladi. Internetda bilsangiz, programmist bo'laman desangiz, internetda hamma narsa bepul bor. Hamma programmalarni o'rganish platformalari butunlay bepul mavjud. O'sha mana shunaqa zamonda nimaga universitetga kelib o'qish kerak degan savol bolalarda tug'iladi-da. Bilim bo'lsa, bilim internetda bo'lsa, bilim bepul bo'lsa, nima qilamiz biz? Universitetga kelib kontrakt to'la, yo'l kira to'la, bu yerda ovqatlan, boshqa xil xarajatlarga, agar viloyatdan bo'lsa, qancha xarajatga tushadi-da. Nima deb o'ylaysiz? Shu to'g'ri fikrmi? Rostdan ham internetda hamma yoqni o'rgansa bo'ladimi yo mana shu soft skillni o'rganish uchun aynan universitetga kelishi shartmi?
bu juda ko'pchilikni o'ziga bog'liq deb o'ylayman. Lekin ko'pchilik uchun kerak, universitet kerak, disiplina odam hammada ham yo'q, жесткий kontrol yo'q и qisqa aniq yo'lni professionallar tanlab bergan yo'lni berib o'rgatsa yaxshiroq bo'lsa kerak, lekin bu hammaga ham emas. Shunaqa odamlar bor. Internetda chunki haqiqatan ham hamma narsa bor. Ограничение yo'q. Universitetda beradigan ma'lumotdan 10-100 barobar ko'p ham bor internetda. Lekin hamma ham uni o'rganib, to'g'ri o'rganib, o'ziga to'g'ri bilimlarni oladi hamma ham. Ba'zilar o'sha universitetsiz 10 yil yo'qotishi mumkin, lekin universitetda 4 yilda olib ketishi mumkin. Ya'ni ustoz bilan o'tilgan yo'l 7 yillik yo'l 1 yilga o'tiladi. Da, u Shu maqolga to'g'ri kelyapti, to'g'rimi? Zo'r. Ya'ni bu gapingiz bilan nima demoqchiman? Bugungi podkastimizni bugungi podkastimizni boshlashdan oldin hozir aytdim, endi AI mana shunaqa zo'r rivojlanyapti. Kerak bo'lsa o'qituvchini ham rolini olyapti o'ziga, zo'r o'rgatyapti, odamdek munosabat qilyapti, gaplasha olyapti. Bu nima degani bu? Universitetlar tugadi. Bundan buyog'iga hamma narsa AI yordamida, bunday virtual ochkini bunday kiyasiz, matritsaga kirasiz. U yoqda o'qituvchi, xohlasangiz Dalay Lama sizga o'qituvchi bo'ladi, xohlasangiz Barak Obama o'qituvchi bo'ladi, xohlasangiz Bill Gates o'qituvchi bo'ladi va o'zini so'zida tushuntirib beradi sizga xohlagan temangizni. Ya'ni o'sha zamonga keldikmi? Yaqin qoldik. O'shanaqa zamonga kelsak, universitetlar o'ldida deyarli. Universitet, скорее всего, virtual universitet bo'ladi bu. Ya'ni virtual metada qanaqadir universitet bo'ladi. Birinchi virtualniy universitet qilib, o'sha qulay bilimlarni, qulay usulni maksimum bera oladigan bo'lsa, o'shalar bo'ladi. Tak offlinelar, скорее всего, o'ladi. Offline rahmat. Boshqa biznesda ko'rayotganmiz. Chunki bo'lishi mumkin. Chunki AI yiliga как minimum 100 barobar tezlikda rivojlanadi. Aqllashyapti. 100 barobar aqllashadi. Kamida. Odamzod buncha tez Biz ulgura olmaymiz, o'rganishga ham ulgura olmaymiz. Biz boshqarishni o'rganishimiz kerak, o'sha prompt engineering boshqarishni o'rganishimiz kerak. Hatta biz uni hozir endi universitet mana temasiga keldik. Mayli, endi universitetlar o'ladi deb yomon bashorat qildingiz. Xudo deb turamiz, o'lmasin iloyim. O'lmaydi, fikrimcha qanaqadir transformatsiya bo'ladi. Ya'ni yo onlayn universitetga aylanadi, yo qanaqadir kampga aylanadi. Odamlar kelib bir joyda yig'ilib, masalan o'sha Google, Microsoft, Amazonlar hammasi pandemiya paytida hammani uyga jo'natishdi. Rostdan ham uyda jo'natishdi va uyda odamlar bemalol ishlashni o'rganishdi. Lekin shu bilan birgalikda hozirgi paytda hamma yana tech kompaniyalar ishchilarini qayta chaqirishyapti kampuslarga. Va aytishyaptiki, o'sha human interaction yetmayapti. Odamlar bir-biri bilan odam sifatida kelib kofeni ichayotgan paytda bir-birini hol-ahvolini so'rashi, bolalari haqida qiziqishi, bir-biri bilan small talk, social talk qilishi yetmayapti baribir. Va agar universitetlar kelajakda juda ham virtuallashib ketsa, meni fikrimcha baribir o'sha human interaction qismi baribir живой dunyoda qoladi. Lekin shu bilan birgalikda o'ylaymanki, human interaction luxuryga aylanadi. Ya'ni odam bilan odam munosabat, bir-biri bilan gaplashishi bu juda ham nozik bir noyob qimmat narsaga aylanadi. Masalan, magazinga borsangiz agar robot sizni kutib oladi-yu, sizga soat sotadi masalanda. Bu arzon soatlar bo'lishi mumkin, lekin qimmat salonga borsangiz, katta ehtimol bilan odam sizni kutib oladi, 20 yillik tajribasi bilan va sizga o'sha 100 ming dollarlik soatni sotadi. O'shanda uni o'sha mana shu interaksiya juda qimmat interaksiya. Ya'ni hamma ma'noli, qadrli bo'lgan interaksiyalar yo'q, men noto'g'ri virizda qildim. Har qanday odam interaksiyasi yordamida bo'ladigan biznes qimmatbaho biznes bo'ladi. Va u biznesdan xizmat yoki tovar sotib oladigan odamlar qimmat tovar, xizmat sotib olishadi. Shunaqa bir tarafdan bu yomon emas. Masalan, dunyoda 8 milliarddan ortiq aholi bo'lsa, uni deyarli 4 milliardi ancha qiyin ahvolda yashaydi.
Ya'ni agar bizga xizmatlar robotlar yordamida, o'sha AI yordamida xizmatlar va tovarlarni narxlari arzonlashsa, butun dunyo boyroq yashashi mumkin. Ko'proq xalqlar yaxshiroq hayot tarziga, hayot standartlariga erishishi mumkin deb o'ylayman. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu bor Bu edi. bitta tarafi deb o'ylayman. Ikkinchi tarafda Yana qashshoqroq bo'ladi. yo'q, chunki baribir ham men ham shunaqa o'ylayman. Hamma narsa arzon bo'ladi. Juda ham arzon bo'ladi. Chunki ishchi kuchi juda ham arzon bo'lgandan keyin hamma narsa arzon bo'ladi. Lekin shu bilan birgalikda odamlar ishsizlar ham ko'payib ketadi. Mana 50%, 80% ishdan olib tashlasa, ular ishsiz bo'ladi. Ularda doxod yo'q. Balki davlatning o'zi qoplab berar nimadir. Shunaqa gaplar qanaqa yuribdi bir bo'ladi. kamida 10-15 yildan beri eshitaman. Universal Income degan inisiativa bor. Bir ikkita davlatda, bir ikkita shaharda qilib ko'rishdi. Odamlarga hech nima qilmasa ham pul to'lashdi. Nimagaki kelajakda agar ko'p ishlarni, rutina ishlarni, kalla ko'p kerak bo'lmagan ishlar bor, например, musor yig'ish masalan yoki mana shu gazonni tozalash masalanda, terish, qanaqadir ishlar bor, juda ham oddiy. U ishlarni agar robot qilsa agar, ancha iqtisodiyotimizda resurslar tejaladi. Va o'sha resurslarni endi baribir odamlarga biror nima berish kerak-da. Odamlar agar ishlamasa, oylik olmasa, qayerdan daromad topadi? Qayerdan o'sha даже robot arzon qilib bergan bir xizmatni qayerdan sotib oladi? Agar o'zi ham biron bir jamiyatga foydasi keltiradigan ish qilib, o'shanga pul olmasa. O'shani ba'zi odamlar aytayaptiki, davlat bepul pul bersin. Yaqinda bitta do'stim Amerikaga bordi. Men уже bir 20 yildan beri bormagan Amerikaga. Lekin do'stim bordi-yu, bitta yomon bir narsani sezib keldi. Amerikaliklar juda ko'pi $1,5 ming ortiqcha oyiga daromad qilmaslikka harakat qilar ekan. Nimaga? 1,5 minggacha daromadi bo'lsa agar social benefitlar bor. Ya'ni ijtimoiy himoya kirib keladi va unga arendasidan 20-30% nima beradi, ligota beradi, bunga ligota, unga ligota, bunga ligota, shunday qilib qo'yishganki sistemani. 1,5 mingdan ortiq ishlash ularga невыгодно. O'sha nimalarga, xalqqa. Shuning uchun xalq kambag'al bo'lishni tanlayapti. Agar biz ham ertaga kelajakda robotlar kelgani, o'sha AI ni istilosi ostida odamlarga prosta pul beradigan bo'lsak, ular ham o'rganib qolmasmikan hech nima qilmaslikka, jamiyatga hech qanaqa foyda keltirmaslikka va bu oddiy parazit bir hayvonlar bor. Masalan, o'zi biron narsa yaratmaydi-yu, biron egasini sistemasiga ulanib, o'sha egasidan hamma energiyani olib, hamma vitaminlarni yeb, chiritib yuboradi, egasini o'ldirib yuboradi oxir oqibatida. Bizni o'sha odamlarga ham shunaqa bir holat kelmasmikan? Agar biz ham hech nima qilmay, faqat AI ga tayanib yashasak. Men buni qo'ylayman. Sizga bo'lsa zo'r bo'ladi. Ishlamasangiz oyligingiz kelib tursa. Yarim O'zbekistonning hozir orzusini amalga oshirdik. Menimcha, o'sha parazitlar oldin ham bo'lgandan keyin ham bo'ladi. Bu menimcha odamlarga hech qanaqa unaqa ta'sir ko'rsatmaydi. Yo'q. Hamma ishni agar sun'iy intellektni o'zi bajaradigan bo'lsa, o'sha avtonom robotlar bajaradigan bo'lsa, odamlarning o'zi ishlashi kerak bo'lmaydi. Odamlar o'shanda nima qiladi odam? Boshqa joyga zarar bermasa bo'ladi menimcha. Nima, kuni bilan ishlamasangiz, yotasiz, kino ko'rasiz, zerikasiz oxir oqibatda. Keyin nima qilasiz? Ya'ni nimalar bizda yerlar bor-ku, O'zbekiston ko'p yerlar. Meni fikrimcha, dehqonchilikka qaytamiz. Исследование qilganimda ham shunaqa topovoy budущий nimalarda kasblarda bor edi. Yer bilan ishlash, bog'lar yaratish, mana shunaqa narsalar. Bog'bonlik, fermerlik yana trendga chiqadi. Da. O'sha odamdan talab qilinadigan, odamdan iskustvo talab qilinadigan
sohalar populyarniy bo'lishni boshlaydi. Ya'ni manimcha. rassomlar, Rassom, muzikantlar, shoirlar, bog'bonlar, fermerlar, o'zini o'sha qo'li bilan bir nima yarata oladi, kulollar, shular yana trendga chiqadi. Ularni ishlari qadri baland bo'ladi. Chunki odam yaratgan ishda u. Tushunyapsizmi? Ana kulol, mana san'atkor, rassomlarni bilmayman. Chunki mana sun'iy generatsiya qilib bera oladi ashulalarni, hozir o'ziga rasmlarni yoki ana o'sha kulol yasaydigan narsalarni. Siz ajrata olmaysiz. Uni odam qildimi yoki boshqa. Tak что menimcha sizga hech qanaqa qiziq bo'lmaydi deb o'ylayman. U Masalan, odam qildimi, odam qilmadimi? hozir YouTube'da e'tibor bersangiz, уже markirovka qilishyapti. AI generated content va original content. Mani fikrimcha, agar sun'iy intellekt va robotlar yordamida yaratilgan mahsulotlar va servislar arzonlashishiga olib kelsa, o'sha servislarni, o'sha mahsulotlarni o'shanda odam yaratgani bu luksuriy yana nimaga aylanadi. Ya'ni odam agar qilgan bo'lsa, qimmatbaho jihoz yoki qimmatbaho buyumga aylanadi. Agar odam made by made in Uzbekistan, made in China degan nimalar bor, made in USA masalanda, made by human desa, fikrimcha keyingi luksuriy narsalar shu made by human bo'ladi. Bu ham lekin endi massiv bo'lmaydi bu narsa. Ana Mercedes nimalari ichidagi mexanik soatlar yoki Rolexni hozir ham bor, handmade tipi juda ham qimmat, lekin dostupniy emas, massiv emas. Men o'sha bog'bonlik, bog'roq degani bu yerda o'sha siz mana real fiziki bor narsani o'stirasiz-da, uni qaraysiz, kontrol qilasiz. Uni siz kuzatib, mehr berib, u boshqacharoq deb o'ylayman. Mana san'atdan ko'ra bu boshqacharoq deb o'ylayman-da. O'shaning uchun shunaqa sohalar, masalan, meditsinani qaysidir sohalari juda opasniy, masalan, bilmayman. Shunaqa sohalari populyarniroq bo'ladi deb o'ylayman. Хорошо. Taksistlar o'ldi. Universitetlarni yopdik. Yana kim qoldi? Kelajakda quruvchilar biznes. Quruvchilar ham qurilishni hammasini robotlar qilsa kerak, chunki arxitektor ishni ham qila oladi. Arxitektordan yaxshi planirovkani ham chiza oladi. Прочности, mustahkamligini ham yaxshi hisoblay oladi arxitektordan ko'ra. И chiroyli dizayn ham beradi, kачествосini ham tekshira oladi, qurib ham bera oladi. Bu 3D printing degan qanaqadir texnologiyalar ham rivojlanyapti. O'zi uylarni additive, ya'ni sloy qilib qurish. Ya'ni xohlagan dizayningiz, xohlagan qanaqadir shaklingizga uyni qurib bera oladi. Xohlasangiz 3 etaj, xohlasangiz 4 etaj, farqi yo'q. Ya'ni qolganini o'zi qilyapti. Ya'ni kelajakda arxitektorlar ham ketdi. Quruvchilar ham ketdi. Yana kim qoladi? Yuristlar qolarmikan? Yuristlar. Yuristlar. Ular ham bunaqa. Yaqinda bitta keysni aytib beraman sizga. Bitta o'zimizni aka bilan gapimiz qochib qolib, sudlashdik. Sudlashdik O'zbekistonda. Tushunmovchilik, tushunmovchilik, sudlashdik. Bir-birimizni tushuna olmadik, mayli sudga murojaat qilishdi. Keyin nima bo'ldi? Bilsam, u meni zo'r ustimdan yozgan. Sudga zo'r yozgan zaявление. Keyin men ham zo'r zaявление обратно yozdim. Va nima yordamida? Men AI yordamida yozdim. ChatGPT yordamida yozdim. Meni yordamchim yordam berdi, keyin doполнительно o'zim ham nima qildim? Nima bo'ldi? Bilsam, u ham AI yordamida yozgan ekan. Arizasini. Keyin suddan so'radim. Siz ham AI yordamida qaror qabul qilyapsiz. U hayron bo'lib qarab qoldi, keyin tushuntirib berdim. Mana shunday qildi desam, men hayron bo'ldim dedi. Bu bironta advokat bunaqa chiroyli zaявление yozmasdi biz tomonga-da. Zaявление shunaqa yozilganki, deyarli o'sha sudyaning nima qilishi ham o'sha zaявление ichida yozilib berilganda, deyarli. Shuning uchun O'zbekistonni, o'zimni suvchimda bo'lmasa men advokatlarga bordim. Bittasi 30 million dedi, bittasi 8 million dedi, bittasi 60 million dedi.
shu protsessni olib borishnida. Ne. Qarasam, o'sha 60 million degani bilan ChatGPTning gapi bir-biriga to'g'ri kelyapti. Ne. Lekin qolgan 8-30 million degani gapi ChatGPT bilan pastroq darajasi. Ne. Men sezyapman, nimaga olib boryapti-da gapni. Xudo xolasa nasib bo'lsa bir gap bo'lar. Ne. Ana bu ob otash deydi-yu, bu tavakkul, biz qo'limizdan kelganini qilamiz, lekin yutsangiz yutdingiz, yutmadingiz, nima qilmang, xafa bo'lmang bizdan yana deb, yana oldindan tayyorlayapti yutqizishga, tushunyapsizmi? Ya'ni nimani sezdimki, o'sha saviyasi yuristlarni ancha past, ancha past, ancha. Deyarli ko'pchilik yuristlarning saviyasi past. O'sha har xil bir organlarda ishlaydiganlarni ham va ulardan himoya qiladigan o'sha advokatlarni ham saviyasi O'zbekistonda ancha past va o'sha ChatGPT agar kirib kelsa bizni yuridik sohaga ham fikrimcha ko'pi ishsiz qoladi-yu. Ne. Biza ularni saviyasi pastligini ChatGPT kirib kelgandan keyin bilamiz. Undan oldin bilmaganmiz. Hozir bizda shunaqa возможность bor. Istalgan soha mutaxassisini biz bemalol o'zimiz baholay olamiz. Mana shunaqa qilib. Ya'ni uni xulosasini olib, hamma birlamchi ma'lumotlarni ChatGPTga berib, ular analiz qilishni, buni xulosasini analiz qilishni undan so'rasak bo'ladi va u odamning saviyasini shunga kelib baholasak bo'ladi. Zo'r narsa. Men yaqinda shuni ishlatdim. Mana advokatlarning endida kestiga bo'ldi. Yuristlar ham tugadi. Endi meditsina qoldi. Yaqinda oyimni bir joyga diagnostikaga olib bordim. Diagnostika natijasini berdi. Diagnostika точно endi o'sha nemetskiy оборудование qilgan, boshqa akkuratni chiqarib bergan. Keyin o'sha diagnostikani 3 ta doktorga ko'rsatdik, ChatGPTga ham tashadi. Yana shu gap bo'ldi. Biz ikkita doktor olib qochdi gapni. Bittasi aniq aytdi. Shunda bir shubha ham ichimda bo'ldi. Ana doktor ham ChatGPTni ishlatarmikin? Chunki zo'r aytib berdi-da, почти birga bir aytib berdi. Endi bu yerda biz ham hozir допущение qilyapmiz aslida. Biz o'ylayapmizki, ChatGPT hamma narsani rostdan ham ko'p yaxshiroq biladi. Bilmasa-chi. Masalan, o'sha doktorni zaklучениясini hozir olib xatosini bersa-chi? Xato berishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Bu juda ko'p narsaga bog'liq. Ko'p narsaga bog'liq. Men yaqinda mana shu meditsina sohasiga o'zim Telegramda bot qildim-da. Bot. Именно mana shu meditsina sohasida reklama qilib keting, nima bot? Da. My Doctor degan bot Telegramda. My Doctor nima u? Sabachka My Doctor. Sabachka My Med Assistant. Atak My Doctor. Inglizchada shunaqa yozilgan. Topsa bo'ladimi shunaqa My Doctor? Ischoni tiqib olsa topsa bo'ladi. Xullas o'shani qilayotganda bepulmi? Ozgina platniy. Nima uchun? Hozir tushuntiraman. Nima uchun? Chunki ko'pchilik so'radi, nima uchun ChatGPTdan so'rasa ham bo'ladi-yu deb. Nima kerak boting dedi. Men hamma modellarni o'rganib, ChatGPT bepul beradi. Meniki pulli nima deysizmi? Bu yerda sababi. Qarang, men o'rganib chiqdim. U yerda modellar bor. Po umolchanию default hamma GPTni bepul versiyasida ham, pulli versiyasida ham 4O model ishlatadi. 4O model. Bu model universal, hamma narsani oz-ozdan biladigan, juda tez kunlik savollarga juda tez javob beradigan model. Bu birinchisi, modelni to'g'ri tanlash kerak. Именно meditsinada u sizga to'g'ri javob berish uchun. Bu birinchisi. Ya'ni meditsina uchun отдельный model bor. Da, GPT 4.1 model. Bu meditsina uchun emas, lekin meditsina sohasida ham juda ko'p testlardan o'tkazishgan. Oti esimdan chiqib qolibdi. Mirovoy test bor edi, o'sha Amerikada o'tkazishgan testlardan 90% dan yuqori ballar bilan ishlagan. O'sha meditsina mirovoy testlarni 4.1 model 90% dan yuqori ishlagan. O'sha model juda ham kuchli birinchi, ikkinchimi men darajani bilmayman, lekin высший sort vrachlar bilan bir xil javob bergan, bir xil baholashgan shunaqa qilib. Bittasi mana shunaqa model, hamma 4O modeldan so'rasa, u ko'pincha umumiy gap bilan to'g'ri kelgan gapni ham gapiraveradi u. Bu birinchisi model to'g'ri tanlash kerak. Ikkinchisi o'sha beradigan prompt juda aqlli, juda to'g'ri formatda berilishi kerak.
o'shandagina to'g'ri javob olish mumkin. Kichkinagina xatolar bilan berilgan promptga juda boshqacha javob kelishi mumkin-da. O'sha men botimda to'g'ri bir model ishlatganman instruksiyani men o'zim juda yaxshi qilib tushuntirib chiqqanman. Ya'ni endi O'zbekistonni chekkadagi bir qishloqda bir chala o'qigan doktor endi chekka qishloqqa bormasdi-da, agar aqlli bo'lsa, mana shu yerda olib qolishardi. Toshkentda bironta bir naучniga nimaga olib qolishardi. Chekka qishloqqa ketdi endi. Mayli, yaxshi o'qimadi, 2 ga o'qidi yo 3 ga o'qidi. Bir balo qilib bitirdi, diplom oldi, ketdi. Ya'ni o'sha bola ham o'tira olib o'sha yerda o'z ustida ishlab, ChatGPT yordamida o'zini saviyasini oshirib, aholiga yaxshiroq xizmat ko'rsata oladi. Ya'ni doktorlikni yaxshiroq qila oladi. Uning uchun bitta nima o'rganib chiqish kerak. O'sha sun'iy intellektdan qanaqa foydalanish kerak? Или ChatGPT bo'lsa, ChatGPTdan qanaqa foydalanish kerak? Ibn meditsina sohasi. Bo'lmasa u ham ana yaqinda bo'ldi-yu, случайlar. Chap oyog'ini muammosi bilan kelib, o'ng oyog'ini kesib tashlab yoki oyog'i singan vrachga borgan, operatsiyada o'ldirib qo'yishdi. Oyog'i singan prosta uni. Yaqinda ishxonada yonimda o'tiradigan bola, yaqinda aytadi, aka, men nimaga borib, doktorga borib 1-2 kun borib keldi, 1-2 kun. Doktorga borgan, doktor buyrakdan tosh buyrakda bo'ladi. Buyrakda tosh bor degan. Nima, rentgenmi o'shani qilishgan, analizdan ko'rgan, buyrakda tosh bor degan. U ketganda o'ylab ertasi kuni yana bitta doktorga borgan. U buyrakda tosh bor degan, kelganda analizlarni. Analizda topshirgan, analizdan olib kelib GPTga bergan. GPT buyrakda tosh yo'q, sen shamollagansan degan. Bu keyin shubhalanganda, u razraботчик, u ham ishonadi. U ham aytishlik. Da, u ham ishonadi. Qaytib yana vrachga boradi, u yana ko'radi-da, buyrakda tosh bor sani degan. Keyin bu yo'q, siz yaxshilab tekshiring degandan keyin u boshqa vrachga chiqqan. U vrach. O'sha yerda boshqa vrach, ikkinchi vrach ham olib kelganda, ular ikkalovi qarab obsujasiya qilishganda, yana bir tekshiraylik sizni deb yana analiz topshirtirgan. Yana analiz topshirtirgan, уже ikkinchisini olib kelgan, tosh yo'q ekan, sizda shamollash ekan degan. Sharmandagarchilikdan qochgan. Da. Ikkinchi analiz yordamida. Da, o'shanaqa qilishyapti. Bu noto'g'ri ko'rsatibdi, bizga noto'g'ri bergan bu debdi-da. Hatto o'sha analizni ChatGPTga bergan. Da, o'sha analiz masalan. Bizni endi tasavvur qiling, bizda ChatGPT bo'lmaganida nechta bo'lgan bunaqa случай? Nechta bo'lgan? Qimmatbaho dorilarni, ana bitta dorini uni ichsang, bir joyini to'g'rilasa, ikkinchi joyini buzadi. Da. Bu holatlar juda ko'p. Men o'zimda ham hayotimda ko'rganman shu mediklarni. Rostni aytsam, men baribir odamga ko'proq ishonaman. ChatGPT bilan tekshirishim mumkin, lekin odam baribir odamda. Parallel bo'lish kerak. Odam hayotini ChatGPTga hali men ishonishga tayyor emasman. Lekin shu bilan birgalikda doktorlarimizni ChatGPTni yaxshiroq, o'sha imенно yaxshi versiyalarini, to'g'ri versiyalarini, to'g'ri promptlar orqali ishlatishga da'vat qilib qo'ygan bo'lardim. Agar siz doktor bo'lsangiz, meditsinada o'qiyotgan bo'lsangiz, ChatGPTni ishlatishni bilmasangiz, sizda kelajak yo'q. Siz jallodga aylanasiz. O'shaning uchun iltimos o'rganinglar, zamonaviy texnologiyalarni, zamonaviy o'sha bilimlarni olishga harakat qilinglar, o'z ustlaringizda ishlanglar. Siz odamning hayoti bilan o'ynashmanglar, iltimos. Shu meditsina yo'nalishida men o'zi Yaponiyaga ham bola jo'nataman-ku. Bitta shu meditsinaga kelsa agar ogohlantiraman-da, sen 8 yil pul ishlamaysan, 8 yil faqat o'qiysan, ota-onang faqat seni kontraktingni to'lash kerak, yeb ichishingga pul jo'natish kerak. Shunga rozi bo'lsang, Yaponiyaga ket. Bo'lmasa yo'q. 10 yilda 4000 ta odam jo'natgan bo'lsam, meditsinaga bittasi ham bormaydi. Chunki juda qiyin-da, Yaponiyada o'qish juda ham jiddiy. Bizda ham men umid qilamanki, o'qish shunaqa jiddiy va bu o'qishga endi hozir referat bordi, shunaqa gaplar bordi. Esizdami? Diplom ishi yozish, PhD yozish, boshqa ko'chma-ko'charlik bosib ketgan. Butun Sovet davridan qolgan kasal bu. Ko'chma-ko'charlik. O'shanda kompyuterlar yo'q edi, internet yo'q edi. Plagiatni hech kim tekshirib bera olmasdi. Ko'chma-ko'charlik juda ko'p edi. Esimda bor, Westminsterda birinchi kelganda o'qishga juda ko'p bolalar o'zini kursovoy rabotasini ko'chma-ko'charlik bilan qilardi internetda, boshida birinchisini. Hammasi 2 olgandan keyin universitetdan bir ikkitasi отчисление bo'lgandan keyin
tushunib yetardi, ko'chma ko'charlik bu akademik jarayonda eng katta gunoh. Bu deyarli uni smertniy nima, smertniy greh deydi-yu. Ya'ni akademiyani eng o'ldiradigan narsa bu ko'chma ko'charlik. Va bu borada hozirgi endi mana universitetda ko'p savollar bo'ladi-da. Nimaga mana bizda IDU universitetida diplom ishini ham qilsangiz, nima qilsangiz ChatGPT ishlatish mumkin. Lekin so'zlarni o'zingiz yozishingiz kerak. Referenslarni o'zingiz qilishingiz kerak. Ya'ni ChatGPTning so'zini olib shuni copy paste qilib qo'ysangiz agar, bizni o'qituvchilar ham aqlli-da, ular ham ChatGPT ishlatadi-da. Yaqinda tashlaydi-yu, mana shu yozilgan matnni necha foizi sun'iy intellekt yordamida yozilgan desa, u shunday foizni chiqarib beradi. Foizdan chiqardimi, qanaqadir foizdan yuqorimi, bu siz yozmagan hisob. Bu birov yozgan narsasini siz hech qayerda uni aytmasdan, avtorini keltirmasdan siz o'zingizni ishingiz deb beryapsiz. Bu aldash. Bu gunoh. Va bu ishingiz uchun sizni o'sha universitetdan chetlatishga universitet haqqi bor. Bu akademik offense hisoblanadi. Ya'ni akademik jinoyat desak bo'ladi. Mana shu nima deb o'ylaysiz? Mana shu hozir O'zbekistonda mana shu o'qituvchilar ishlatsa ChatGPT'ni-da, agar o'quvchilar ham ishlatsa, bu ko'zbo'yamachilik emasmi? Bittasi bu yoqdan ChatGPT'da generatsiya qilib narsani olib kelib beryapti, bittasi bu yoqdan o'sha generatsiya qilgan narsasini baholatyapti. Chunki shunaqa o'qituvchilar ham bor ekan. Shunday bolalarning ishini shunday tashar ekan, ChatGPT'ga bahosini qo'yib ber der ekan. Marking skimni beradi, bo'ldi, bahosini qo'yib beradi. Ya'ni o'qituvchi deyarli o'zi tekshirish kerak. U o'zining ishini qilmayapti. Bola o'zi yozishi kerak, u ham o'z ishini qilmayapti. Mana shunaqa ko'zbo'yamachilik nimaga olib keladi? Nima deb o'ylaysiz? Siz o'qish paytingizda bo'lganmi shunaqa yo'qmi? Yo'q. Referatlarni sketchat qilmagansiz. Muammo bo'lmagan. Biz sketchat qilib topshirib o'rganmiz, muammo bo'lmagan. U paytda ChatGPT bo'lgan, ha? Tekshirish olmasdi. Bir ikki tekshirishardi, lekin o'tib ketardi oson edi. Bu 100% bo'ladigan narsa. Mana shunaqa muammolar. Lekin bu yerda ham mana e'tibor bersangiz, qanaqa qilib bunaqa nimalarni kontrolga olish mumkin. ChatGPT emas, sun'iy intellekt bo'yicha kuchli mutaxassisgina bu muammolarni hal qilishi, как minimum romkaga tushirishi mumkin. Masalan, bolalarni yozganini tekshiradigan qanaqadir kuchli AI tool kerak, uni AI emasligini aniqlab beradigan. Bunaqa bormi? O'qituvchini ham tekshiradigan. O'qituvchini bilimini, malakasini oshirsa bo'ladi masalan. O'qituvchi agar haqiqatan kuchli professional bo'lsa, demak, u ChatGPTdan foydalansa ham yoki foydalanmasa ham u aqli yetadi degani. Kim sun'iy intellektdan foydalanadi shunaqa qilib? Qanaqa o'qituvchi o'quvchini mehnatini sun'iy intellektga shunaqa tashlab qo'yadi? Javobgarlikni bo'yniga olmaydigan yoki aqli yetmaydigan bo'lsa kerak, men fikrimcha. Unaqa o'qituvchilar avtomatik sortirovka bo'ladi. Kuchli bilimli o'qituvchilar biz mana hurmat qiladigan o'zini akademik nimani rahbariyati biza bo'lib turib, qanday ularni nima qilamiz? Romkaga solamiz. Malakasini oshirish kerak. Biz o'zimiz ham aqlli bo'lishimiz kerak. Da. O'qituvchini ham tekshira olishimiz kerak. Yo'q, ishni o'zi qilyaptimi yo AI ga topshiryapti? Решениyalar bo'lsa kerak qanaqadir sun'iy intellekt. O'zini решениyalar. Ishqilib hamma narsani yana kelib o'zimizga bog'layapmiz. Agar siz man, bular, mana shu yerda o'tirgan hamma agar o'sha sun'iy intellektni tezroq ishlatishni, undan naf olib, o'sha nafni birovlarga ulashishni o'rganmasak, biz ham ishdan bo'shaymiz. Agar men o'qituvchimni nazorat qila olmasam, meni ham ishdan bo'shatdi, to'g'rimi? Agar nazorat qila olmasam, men nima kerakman? U yo'lini topishim kerak, o'rganishim kerak unda. Endi universitet bir nechta sohani chopdik. Endi nima soha qoldi? Endi soqqali sohalar O'zbekistondan bank sohasi, moliya sohasi. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu sohaga qanday ta'sir ko'rsatadi? Yaqin 5 yilda 50% ni yo'q qilib xodimlar. 50%. Ya'ni bank xodimlari uch qolmaydi.
50% xodimlarni yo'q moliyada o'qib yurgan bolalar, bank raisi qarindoshingiz bo'lgan xodimlar, e, e'tibor bering. Mana TBC banki kirib keldi O'zbekistonga. TBC bankini deyarli filiallari yo'q. Как Apple Store'ga o'xshab ishlaydi ular. Asosiy ularning ishchilari ko'pi dasturchi va kol operatorlar. Eng katta ikkita shu nima bor ekan. Ikki xil ishchilar bor ekan. Kol operatorlar va dasturchilar. Yaqinda universitetimiz talabasi bitta startap bilan keldi. Sizga hali aytganim yo'q. Sizga aytsam siz qilib yuborasiz o'zi. Keldi. Mana shu TBC banki uchun yaratayotgan ekan AI dastur. O'sha 150 ta kol operatorini 10 tagacha qisqartirish mumkin bo'lgan sistema. Ular nima beryapti? Raqamli kol operator arendaga beryapti. Tasavvur qiling. Raqamli kol operator arendasi bilan shug'ullanyapti va bir kunda bitta kol operator bir kunda emas, bir oyda 5 million olsa oddiy firmada bu yerda tushyapti bankka 1 milliongacha. Ya'ni 1 milliondan emas. Aslida bir 500 ming so'mga tushadi. Bitta kol operator bir oyga. 10 barobar arzonlashdi. 10 barobar arzonlashyapti. Va ular xursand, TBC bank, boshqa banklar ham har kun telefon qilyapti, bizga ham qo'yib bering, bizga ham qo'yib. Kelajakda endi dasturchini ham shunaqa almashtirishadi. Eng zo'rlarini qoldirishadi. Qolganini almashtirishadi. Shu bilan aksariyat bankda ishlaydigan va ishlamoqchi bo'lgan bolalar agar AI ni ishlatishni bilmasangiz, AI yordamida o'sha moliya xizmatlarini takomillashtirishni o'rgana olmasangiz, siz outdated, ya'ni eskirdingiz. Bu yangi kelayotgan zamoni AI mutaxassislari zamonasi. Kelajakda meni fikrimcha AI, ya'ni sun'iy intellekt maktablarda o'qitilishni boshlaydi. Hozir bizni maktab nimamizda Pifagor jadvali bor-ku, 2 kara 2, 4 kara 4. Mana shu karra-karrani bilganda bolalar AI tool'larni ishlatishni yoshligidan o'rganadi. Mana hozir kichkina o'g'lim hali maktabga bormaydi, ChatGPTdan so'raydi ko'p narsani. Google qil buni, Adijon Google qiling buni deydi, yoki ChatGPTdan so'rab oling deydi. Tushunamsiz? O'ziga hozir telefon bersam, ChatGPTdan hamma narsani so'rab surishtirib ishni bajaryapti. 13 yoshar qizim, u ham xuddi shunaqa. U shaxsiy konsultant qolgan ChatGPTni hozir dunyoning eng zo'r universitetlariga kirish uchun nima ishlar qilish kerakligi bo'yicha konsultatsiya olib, o'sha konsultatsiya asosida kundalik ish olib boryapti. Ya'ni aqlli, o'zini o'zi disiplina qilgan bolalarga kelajakda ChatGPT katta imkoniyat ochib beryapti. Biz umrimizda ko'rmagan va hali ko'rmaydigan imkoniyatlarni ular hozir olishyapti. Faqat ular shuni qabul qilishi kerak. Ya'ni hozir ba'zi ota-onalar bor, telefonda ko'p o'tirma deydi, kompyuterda ko'p o'tirma deydi. Bu albatta to'g'ri. 100% vaqtini ChatGPT yoki o'sha kompyuterda o'tkazib bola yetuk bola bo'la olmaydi. Soft skill ham kerak. U odamlar bilan muloqot qilish kerak, interaksiya kerak. Lekin agar kompyuterda o'tirganda, telefonda o'tirganida yangi texnologiyalarni o'rganayotgan bo'lsa, dasturchilikni o'rganayotgan bo'lsa, unga xalaqit bermasdan unga yordam berish yo'llarini qilish kerak. Nima deb o'ylaysiz? Bolalaringizga siz ruxsat bergan bo'larmidingiz ChatGPT bilan muloqot qilishga? Конечно. Конечно. Cheklovlarsizmi yo qanaqadir cheklov qo'yardingiz? Cheklov bo'ladi, ya'ni sog'lig'ini saqlaydigan darajada, скорее всего. Ana mantiqiy fikrlashni kuchaytirish kerak deb o'ylayman. Mantiqiy fikrlashni kuchaytirish kerak. Конечно, texnologiyani maksimum imkoniyat yaratib berish kerak deb o'ylayman. O'rgansin. Yaxshi. Hozir bilasiz, O'zbekiston o'sha iqtisodiy rivojlanish bir o'ziga xos davrida. Biz rapid economic expansion davrida biz, ya'ni keskin iqtisodiyotimizni ochdik. Onda Xitoyliklar kelishyapti, Yujniy Koreya, bu yoq Yaponiya, ko'p joydan investorlar kelyapti, narsa sotib olyapti, investitsiya qilyapti, bizneslar yurg'izishyapti, ish qilib iqtisodiyotimiz juda keskin ravishda rivojlanyapti. Qarzimiz ham keskin ravishda ko'payyapti. Lekin endi rivojlanayotgan iqtisodiyot shunaqa bo'lsa kerak, qarz ko'payishi kerak bo'lsa kerak. Shuning uchun u tarafga
ko'zimizni Aralashmay yumib turamiz. turib boshqa narsaga nazar tashlaylik. Mana shu AI butun dunyo miqyosida va shu jumladan O'zbekiston miqyosida ham qanaqa ta'sir ko'rsatadi deb o'ylaysiz? Ya'ni Iqtisodiyotga? pul ko'payadimi? Pul kamayadimi? Iqtisodiy resessiyaga olib keladimi bu? Ya'ni iqtisodiy tushishga olib keladimi yo ko'tarilishga olib keladimi? Nima deb o'ylaysiz? Man man o'ylashimcha, agar to'g'ri tatbiq qilinsa, mana shu ta'limga ограничениyalar qo'ymasdan to'g'ri tatbiq qilinsa, ekonomikaga faqat yordam beradi deb o'ylayman. Lekin baribir birinchi navbatda buni kim birinchi kuchli o'rgansa, bitta mana shunaqa etap bor deb o'ylayman. Bitta qiyin etap bor deb o'ylayman. Masalan, ko'pchilik istalgan sohada zo'r o'rgangan, sun'iy intellekt zo'r o'rgangan, qolgan 10 tasini ishini qilib qo'yadi bittasi. Natijada ana 10 ta kerak bo'lmay qoladi. Juda ko'p soha mana shunaqa qilib olib tashlashadi. Masalan, Endi O'zbekiston iqtisodiyotida ana 10 ta kerak bo'lmasa, может dunyoni boshqa iqtisodiyotlarida u 10 ta kerak. kerak emas. O'zbekistonga kerak emas bo'lsa, qolganga ham kerak. Ularga ham kerak bo'lmaydi. Ishsizlik ko'payib ketsa keyin nima qilamiz? O'ylaydi. Nima qilishni? Nimalarga murojaat qilamiz deb. Ya'ni shu paytgacha dunyo iqtisodiy modeli yaralgan va rivojlanyapti. Mana birinchi industrial revolyutsiyadan buyog'iga o'sha Angliyada parovoy dvigatelni ishlab chiqarishni o'rganishgandan keyin, uni kuchini ishlatishni o'rganishgandan keyin fabrikalar, zavodlar ko'payishi va dunyoda keskin ko'p mollarni arzonlashishiga olib kelgan. Ya'ni ko'p aholi qismlari aslida boyroq yashashni boshlashgan. Industrial o'sha inqilobdan keyin. Aytishadi, hozir sun'iy intellekt ikkinchi industrial o'sha inqilobni olib kelyapti. Ya'ni o'sha 800-yillarda boshlangan shu inqilob hozir yana boshqacha inqilob bo'lyapti va bundan buyog'iga yana ko'p narsa arzonlashadi. Oldin iqtisodiy barqarorlikni zamirida oilani ko'p bolaligi bo'lgan. Nimaga? Asosiy qiladigan ishimiz agrokultura, ya'ni qishloq xo'jaligi bo'lgan. Esingizda bormi? Yaqingacha 60-70% aholimiz qishloq xo'jaligi bilan band edi. Endi qishloq xo'jaligiga robotizatsiya kelyapti, avtomatizatsiya kelyapti va ish kuchi kerak bo'lmay qolyapti. Va bu xalq shaharlarga ko'chyapti. Kelajakda endi bizga ko'p bola kerak emas qishloq xo'jaligini yurg'izish uchun. Shuning uchun O'zbekistonda mana biz bolajon xalqmiz. Bolalarni yaxshi ko'ramiz. Men ham hamma joyda yuraman, 4 ta bola deb buni hammaga zakaz beribdi, ko'proq bola tug'iladi. Kerak emasmi demoqchimiz? Mana shunga kelyapti savol. Agar kelajakda ish bo'lmasa, agar iqtisodiy rivojlanish uchun oila uchun bola ko'pligi muhim bo'lmay qolsa, kelajakda O'zbekistonda ham o'sha rivojlangan davlatlardagi muammo kuzatilmasmikin? Bolalar kamayishi, o'sha xotinlar bola chaqasini kamaytirishi va o'zini hayotini ko'proq yashashga intilishi paydo bo'lmasmikin? Chunki hayot zo'r bo'lyapti-da. Bu yerda yaxshi pul topyapti, yaxshi yashasa bo'ladi. Bola chaqa unga xalaqit berishni boshlamasmikin? Va kelajakda ayniqsa bilsaki, kelajakda bolasini ishi bo'lmasligini ehtimoli baland bo'lsa, u bolasini qiynalishni xohlamaslik uchun ham bola ko'rmasligi mumkin-ku. Unga nima yechim bor deb o'ylaysiz? Bizga bu O'zbekiston uchun katta muammoga aylanadi mening fikrimcha. Hamma uchun o'sha muammoga aylanib bo'lgan. Yaponiya uchun, Amerika uchun. Amerika endi migratsiyasi ko'proq, mayli. Amerika hozir tinch qo'yamiz. Yevropa uchun shunaqa lekin. Koreya uchun shunaqa. Juda даже Xitoy aholisi qisqaryapti. Tasavvur qiling, Xitoy shuncha ko'p aholi qisqaryapti. Bitta Indiyaga hali muammo yetib bormagan. Lekin qolgan deyarli hammaga yetib borganda. Yana bir ikkita Afrika davlatlari bor, lekin ular kichik. Mana shu ertaga mana shu AI qarangda endi iqtisodiyotga ko'rdik qanaqa ta'sir ko'rsatish. Endi demografiyaga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin-ku. Unda nima qilamiz?
Sizda nechta bola bo'ladi, xudo xohlasa? Reja nima? Men shunga olib boryotgandim gapni. Uzoqdan olib keldim. Men bilmayman. Men вообще kerak emas deb o'ylayman. Hozir bilasizmi, Скорее qancha всего. xeyterlar paydo bo'ldi. Shu o'zbek mentalitetiga qarshi fikr bildirdingiz hozir. Bizning milliy g'oyamiz ko'p bolali, baxtli oila. Именно mana shu narsalar saqlab qolishi mumkin. Siz aytgan katastrofa. Ya'ni milliy g'oya. Milliy g'oyalarimiz, qadriyatlarimiz, dinimiz, mana shu narsalarimiz saqlab qolishi mumkin deb o'ylayman. Zo'r. Men lekin Ya sizni biz o'zimiz tomonga o'tkazamiz, xudo xohlasa. men kerak emas. Bunaqa demang. Xudo xohlagansa, yaxshi bo'lsa, Xudo xohlasa hammasi cho'tki bo'ladi. agar ota-onangiz shunaqa o'ylaganda siz bo'lmasdingiz hozir. Men bo'lmasa menga issiq sovuq bo'lmasdi-da. O'sha Siz xursandmi hozir borligingizdan? Da, lekin yo'q bo'lsa menga yomon bo'lmasdi-yu. Men bilmayman yo'q bo'lsa nima bo'ladi. Filosofiyaga o'tib ketdik bu yoqqa. Mayli, buni qoldirib qo'yamiz. Yana bitta statistika. 2030-yilgacha Bloomberg adashmasam aytgandi, dunyoda AI yordamida yaratilgan ichki yalpi mahsulot qiymati 15 trillion dollarga tenglashar ekan. Bu o'sha deyarli Amerikaning iqtisodiyotiga teng bo'lgan katta bir ko'rsatkich. Ya'ni hozir agar bizlar tezroq harakat qilsak, yoshlarimizni AI bilan yaxshiroq tanishtirsak, AI o'sha sun'iy intellekt dunyosiga kirib kelsak, mutaxassisga aylansak, o'sha 15 trilliondan otni kallasidagidan o'zimizga olsak bo'ladi. Ya'ni dunyoda boylikni qayta taqsimlash yana vujudga kelyapti. Har nechidir zamonda shunaqa bo'ladi. Bir 100 yilda ikkinchi jahon urushidan keyin shunaqa bo'lgan. Dunyo boyligi qayta taqsimlangan dunyo bo'ylabda. Har bir nechta 100 yilda, 50 yilda bir marta dunyo boyligi qayta taqsimlanadi. Va hozir o'sha taqsimlanish payti keldi. Yangi taqsimlanishda kim AI texnologiyalarida lider bo'lsa, kim AI texnologiyalarini o'sha dunyoni hamma davlatlaridan yaxshiroq rivojlantirsa, o'shalar eng katta o'sha pirogni eng katta qismini o'zlariga olib, yeb ichib, maza qilib farovonlikda yashashadi. O'sha narsaga ulgurmasa, meni fikrimcha yana shu iqtisodiy bir koloniyaga aylanish ehtimoli bor. Hozir chunki zamonamizda mana hozir Afrika davlatlarida juda ko'p urushlar nimalar bo'ladi-da. Bilasizmi nima uchun bo'ladi? Neft, gaz uchun bo'ladi, redkazemельный metallar bor, hozir litiy, boshqa narsalar, magniy, alobatallarga talab katta dunyoda. U davlatlar rivojlanmagan, kelishadi, bitta qo'zg'olon qilishadi-yu, hukumatni almashtirib, yangi hukumatni o'zini o'rtoqlarini qo'yib, o'sha yerdagi hamma boyliklarni sug'orib olib chiqib ketishadi. Ya'ni g'arbdan mamlakatlari, o'sha Xitoy ham shu ish bilan shug'ullanadi, Rossiya, boshqa hamma davlatlar endi mana shu kolonialniy, neokolonialniy politikani olib boradi-da. Biz ham agar o'zimiz rivojlantirmasak AIni, meni fikrimcha yana kimgadir resurs sotadigan bir kichkina davlatcha bo'lib qolaveramizda. Faqat shu boylik, biz yaratgan boylikni bir 10dan 1 qismini ham ko'rmasdan ketamiz. Mana shu meni как бы заключением-da. Shu bilan nima deysiz? Rozimisiz, yo'qmi? To'g'ri, hammasi to'g'ri. Biron nima ayting deydi. To'ppa-to'g'ri. O'sha men boya o'zi bitta temani boshladim, oxiriga yetkazing mana hozir imkoniyat. O'sha bitta sohada, bitta отделda, bitta ishxonada 10 ta dizayner bo'lsa masalan, uni ishini sun'iy intellekt bilan bitta dizayner almashtirib olishi mumkin. Qolgan 9 tasi natijada kambag'al bo'ladi, ishsiz bo'ladi. Bu bitta hammasini ishini qilgandan keyin ko'proq pul to'laydi, bu boy bo'ladi. Davlatlar o'rtasida ham shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Qaysi davlatlar ertaroq olib kirib, ertaroq o'rganib chiqib, tatbiq qilib, o'sha mirovoy уровеньda qanaqadir proyektlar qanaqadir qilib foydalansa, полезный foydalanishsa, boshqa davlatlardan shunaqa tez o'ssa kerak deb o'ylayman. Ya'ni O'zbekistonni
kichkina davlat bo'lgani, hamma portlardan uzoqligi rol o'ynaydimi yo'q? Вообще ровно. G'oya bir xil kuchga ega. O'zbekistonda chiqqan bo'lsa Hozir ham hamma narsa доступный, investor kerakmi, g'oya kerakmi, hamma narsa доступный. Prezidentimizga rahmat. Hamma sharoitlarni qilib bergan. rostdan hozir oxirgi payt buni qancha Tech Award boshqa nima bo'lyapti. Bolalar aytishyapti, ancha oson bo'lgan. Pul topish, kredit olish, investorlar ham o'zi proyekt qidirib yuribdi hozir. Kimga pul beray, davay biror g'oya bormi debdi. Ya'ni umuman munosabat o'zgargan O'zbekistonda. Agar shuni yana davom ettirsak va fokusni ko'proq AI ga bersak, hozir biz ham fokusni nimaga beryapmiz? IT ga beryapmiz. IT juda ham bir katta bir haylovot joy. Uni ichida o'sha AI qismi bor, uni ichida o'sha front end back end development bor, arxitektura bor, kiber xavfsizlik bor. Juda ko'p nimalar bor, o'zini ko'chalari borda. Mana shu ko'chalarning ichida eng tez o'sayotgani, eng kelajakda katta salohiyatga ega bo'lgani bu o'sha AI. Va ikkinchisi bu kiber xavfsizlik deb o'ylayman, chunki AI ko'paygani sari internetda xavfsizlik masalasi dolzarblashib ketyapti. Ya'ni AI agar shunaqa kuchli bo'ladigan bo'lsa, ertaga bizani hayotimizni boshqarishga kuchi bo'lsa, u AI ni kimdir haq qilsa, kimdir uni bosib olsa, kimdir uni o'ziga tobe qilsa agar chetdan bizni dushmanimiz deylik, bizni o'zimizni tobe qila oladi. AI yordamida-da. Shuning uchun o'sha IDUda mana qarang, 4 yil oldin ancha narsani o'ylagan ekanmiz-da deylik. Kiber xavfsizlik, AI, data science, raqamli biznes yo'nalishlarni o'sha IDUga joriy qilganmiz. Umid qilamiz, bizni o'sha talabalarimiz o'sha AI dunyo jangida eng yetakchi sarkardalar bo'lib, o'sha kiber xavfsizlik janglarida ham eng yetakchi sarkardalar bo'lib, O'zbekiston manfaatlarini, o'zini ishlagan kompaniyasining manfaatlarini, kerak bo'lsa o'zini startaplarni manfaatlarini o'sha yaxshi himoyalab, kerak bo'lsa g'alabalarga erishib, o'sha dunyoni AI 15 trillionlik pirogidan katta qismlarini O'zbekistonga olib kirib, mana shu yerda birgalikda baham ko'rib, bizlar bilan birgalikda yeyishadi. Ha, nima deysiz? Baham ko'rishadimi yo'qmi? Yo startapi $1 million bo'lgandan keyin bizni esdan chiqaradi. Menimcha baham ko'rishadi. Baham ko'rishadi. O'zbekchilik Sizda ham ko'p shogirdlaringiz, to'g'rimi? Startaplar qilishyaptimi? Qilishadi, shogirdlar zo'r. Xudo xolasa unutib ketishmaydi. Siz ham 10% esdan chiqmasinmi? Shukrulloh, kattakon rahmat bugun kelganingizga. Meni uyimda podkast qilmoqchi edik, lekin uyimda tvorческий беспорядок edi. Men kutmagandim. Shuning uchun hovlida qila qoldik podkastimizni. Men umid qilamanki, bir 10 yildan keyinmi, 5 yildan keyinmi yana podkast qilamiz. Siz o'zingizni Ferrari's ichida bo'lasiz. Men bu yerda Bentley'dan yoki Rolls-Royce'dan eshiklarni ochib, ashtamni podkast qilib o'tiramiz. Hammasi kimga minnatdor bo'lishimiz kerak? IDUni AI va kiber xavfsizlik talabalariga. Xudo xolasa, sizlar dunyoni o'zgartirasizlar. O'zgartirgan dunyoyi sizga yaxshi pulni bergandan keyin biz bilan bo'lishasizlar. To'g'rimi? Rahmat kelganingiz uchun kattakon. Sog' bo'ling. Sizlarga omad. Do'stlar, hozirgina Shukrullo Ibrohimov, Beeline'ni krutoy programmisti, AI bo'yicha mutaxassis bilan Bomba podkastini syomkasini tugatdik. Ushbu podkastda biz O'zbekistonning AI kelajagi, ya'ni sun'iy intellekt qanday O'zbekistonni o'zgartiradi, qanday dunyoni o'zgartiradi, qaysi bizneslarni o'ldiradi, qaysi bizneslarni esa otilishiga sababchi bo'ladi. Shu va boshqa masalalarni ko'rib chiqdik. Shunga o'xshash ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz agar, bizning Telegram kanalimizni kuzatib boring, Instagramimizni kuzatib boring. Shu bilan birgalikda Shukrulloning ham Instagrami bor, Telegrami bor, ularni ham kuzatib boring. Xudo xolasa nasib bo'lsa, sizlarga zo'r bomba kontentlarni bundan keyin ham yetkazib turishga harakat qilamiz. Omad.
Shoshmang. Yana bitta narsa esdan chiqibdi. 3-iyul kuni ID universitetida o'sha sun'iy intellekt, kiberxavfsizlik, raqamli biznes, data science yo'nalishlarida o'qimoqchi bo'lgan bolalar uchun matematika va ingliz tilidan zo'r imtihon kutilyapti. U imtihonda sizni kutib qolamiz. Kelajakni biz bilan quring.